Nayson yomg'iri. Muallif Feruza Salxo'jayeva. Nazarimda bahor tez keldi. Boy chechakni ko'rib ulgurmay lola ochildi. Kechagina qurigan yog'ochdek ko'zga botayotgan yalang'och daraxtlarning tomirlariga suv yugurib qoldi. Ko'z ochib yumguncha yashil to'n kiyib olgan dov daraxtlar o'tmishini tezda unutib, yana salobatli, ko'rkam tusga kirdi. Hademay sarg'ayib, qovjirab qolishidan xabari yo'q yashil maysalar bahor shamolida mastona bosh chayqaydi. Qir adirlar, bag'riqon lola qizg'aldoqlar, qalbi siyoh chuchmomalar bilan zebolandi. Ko'klam eng go'zal pallasiga kirdi. Kunduzlari iliq, tonglar orom baxsh, tunlar salqin. Erta tong sabosi allaqayerdan bulbul ovozini olib keladi. Keyin mayin shamol esadi. Bodi sabo. Shoirlarga ilhom, keksalarga darmon, bedorlarga saodat epkini bo'lib keladi u. Kecha hisobladim. Toshkentga kelganimga 12 yil bo'libdi. Bu shaharda meni nima ushlab turibdi o'zi? Avvaliga o'qishga kiraman dedim. 2 yil urinib, 3-yil talaba bo'ldim. Ingliz tilini, rus tilini yaxshi bilganim uchun chet elliklarga xizmat qiladigan restoranda ofitsiant bo'lib ishladim. Boshqa yemakxonalardagi dastyorlarga nisbatan yaxshiroq pul topardim. Qishloqqa qaytgim kelmadi. 3-urinishda talaba bo'ldim. Tushgacha o'qish, tushdan keyin ish. O'zimni o'zim ta'minlaganim uchun ota-onam ham u qadar xavotir olmasdi. Darvoqe, ota-onam mehribon, kamtar, kambag'al edi ular. 7 qiz voyaga yetib kelar. Otamning erta-yu kech ketmon chopib topgan puli katta ro'zg'orga urvoq bo'lmasdi. Har safar o'g'il tug'ish umidida homilador bo'ladigan onam to tuqqunicha ham daladan beri kelmasdi. Onamning otamga aybdordek boqadigan ko'zlarini ko'rishning o'zi azob edi. Men to'ng'ich qizman. Otamga yaxshi ko'rinish uchun juda kichkinaligimdan tirishib mehnat qilardim. Onamning o'ng qo'li edim. Keyin nimanidir o'zgartirmoq istadim. O'qishim kerak degan fikr shuurimga o'rnashib oldi. Shu tariqa poytaxtga kelib qoldim. Mendan oldin singlimga sovchi keldi. Ahd paymon qilgani bor ekan. Ming istihola bilan ruxsat so'radi onam. Men o'qiyman, dedim o'zimni qat'iyatli ko'rsatishga urinib. Aslida esa men ham qiz bola edim. Taomil bo'yicha oq libosni avval men kiyishim kerak edi. Keyin ikkinchi singlimga sovchi keldi. Bunisi otamning do'stidan ekan. Yana yo'lni bo'shatdim. Ammo ko'nglim chil-chil bo'lgan. Begona shaharda besamar izg'ib yurgan bir telba misoli edim. Ijara uyimning bo'm-bo'sh devorlariga tikilib, dodlab yig'ladim o'shanda. Singillarimning to'yida esa o'zimni baxtiyor, boyvuchcha xonimlardek ko'rsata oldim. Hammaga ota-onamning 10 ta o'g'ilga tatiydigan qizi borligini ko'rsatib qo'ygim keldi. Basima 10 ta o'g'ilning o'rnini bosdi deyishlarini istadim. Keyin esa qarzlarimni to'lash uchun jismim sudralib qolgudek bo'lgunicha ishladim. Boshim yostiqqa tegib tegmay uyquga ketarkanman, ich-ichimdan hammasidan charchaganimni, o'z oilam bo'lishini, men ham ayol bo'lib mehr-muhabbat ko'rishni istardim. Onam 8-bor farzand ko'rdi va nihoyat o'g'il ukalik bo'lgan edik. Endi mening oiladagi mavqeim faqat pul topib jo'natishdan iborat bo'lib qolgan. O'zim yasab olgan o'g'il bolalik taxtidan o'z-o'zidan tushib qolgan edim. O'qish ham tugadi. Soham bo'yicha esa ish topa olmadim. Dastyor bo'lib ishlab yuraverdim. Oliy ma'lumotli, 3 ta tilni biladigan, oyoq qo'li chaqqon dastyor edim. Kunlik ish haqqi evaziga yaxshigina daromad topsam ham, bu pulga na uy olib bo'lardi, na mashina. 3-singlimning to'yi bo'ladigan bo'ldi. Meni esa shafqatsiz yillar 30imga qarab sudrab borardi. Topgan pullarim singillarimning to'ylariga, beshik to'ylariga xizmat qilar. O'zim esa goh och, goh to'q musofir shaharda tinim bilmay ishlardim. Bugun ham sudralgudek bo'lib 4 qavatli uyning eng tepadagi, oxirgi qavatiga ko'tarilib borar ekanman. Iliqqina dush qabul qilib, so'ng har doimgidek qotib uxlashimni o'ylab, sokin qadam tashlardim. Soat tungi 11 ga yaqinlashib qolgan. Qadrdon bo'lib ketgan zinalardan sekin asta
tepaga ko'tarilib borardim. Bir xonalik uyim eshigiga qo'l uzatganimda orqadan bir ovoz keldi. Kechirasiz. Qo'rqib ketdim. Necha yildan beri shu uyda yashasam ham shu choqqacha birorta qo'shni bilan gaplashmagandim. Ochig'i hech kimni tanimasdim. Ortimga zo'rg'a o'girildim. Qarshimda bo'yi mendan sal baland, bug'doyrang qirra burun yigit turardi. Uning nigohlari qattiq edi. Qo'rquv kuchayib, uyimga tezroq kirib, eshikni qulflab olishni istardim. Shu yerda turasizmi? Yigitning savoli g'irt ahmoqona edi. Shu yerda yashamasam, yarim kechasi birovning eshigiga kalit suqayotgan ekanman-da. Ammo sirtimda shunchaki tasdiqlab qo'ydim. Akrom degan yigitning uyi kerak edi. Bilmasam, qo'ng'iroq qilmadingizmi? Jur'at qilib gapirdim zo'rg'a. Tezroq uyga kirib olgim kelardi. Yigit joyidan qimirlamas, ko'nglimga shubha kirib kelayotganda. Xuddi hozir eshikni ochaman-u, u ham ortimdan kirib oladigandek edi. Shunda miyamga boshqa o'y keldi. Bundan qutulish kerak. Ha, Akrommi? Endi esladim. Keyingi podyezdda, xuddi shunaqa tomondagi eshikda yashaydi, dedim ishonch bilan. Ammo ich-ichimni qaltiroq bosib kelardi. Yigit gapimga ishondimi, yo'qmi, bilmadim. Ammo ketishdan boshqa chorasi qolmaganini sezib turardi. Mayli, rahmat, deya ortiga o'girilib, zinnalardan pastga tushib keta boshladi. Xayriyat. Eshikni tez ochib, uyga kirib oldim. Qulflanganini tekshirish uchun bandidan tortib ko'rdim. Keyin uy oldiga qarab solingan mitta ayvonchaga yugurib borib, chirog'ini yoqmay kuzata boshladim. Ana, u bizning yo'lakdan chiqib, men ko'rsatgan manzil tomon keta boshladi. Hozir qaytib chiqadi. Yuragimga vahima o'rlay boshladi. Xuddi yigit aldaganimni bilib qoladi-yu, qaytib kelib eshigimni taqillatadigan-dek edi. Qorong'u ayvonda turgancha uning qaytib chiqishini kuta boshladim. Yigit esa negadir qaytmadi. O'rnimga kirib yotar ekanman, hech isimadim. Bahor kelib, kunlar isiy boshlagan bo'lsa ham, tunlari salqin edi baribir. Yolg'izlikning ming bir azoblarini kechirib topayotgan arzimagan pulim, o'tib borayotgan umrim, yoshligimga achinib yig'ladim. Tongga yaqin ko'zim ilinibdi. Aloq-chaloq tushlar ko'rib chiqdim. Kechagi qo'rquv ertalab ham tark etmagan. Ruhim qandaydir bezovta edi. Ishga kelganimda holatimni birinchi bo'lib Sanobar opa sezdi. Opa ko'p yil o'qituvchilik qilgan. Keyin negadir birdan ishdan ketgan. Hozir kassada o'tirardi. Nima bo'ldi Basima? Mazang yo'qmi? Kechasi yaxshi uxlamadim, dedim sekin. Keyin opaga yorilgim keldi. Kechasi qo'rqdim. Tundagi voqealarni aytib berdim. Opa stolni tartibga keltirarkan birdan to'xtadi. Qizgina, sen qishlog'ingga qayt. Turmushga chiq. Hayotingni bir izga sol. Bu yerda umring shu taxlit o'tib ketadi. Tezroq turmushga chiqib, bitta ikkita tug'ib ol. Umr juda ham tez o'tadi. Bu yurishda qanday qilib 40 ga kirganingni ham bilmay qolasan. Gapirish oson. Endi ikki dunyoda ham qishloqqa qaytolmasam kerak. Tengdoshlarim ham, singillarim ham turmushga chiqib ketgan. Qishloq hayoti ko'zimga zerikarli ko'rinar. Keyin shu yashash tarzimga o'rganib ham bo'lgan edim. Basima, men harakat qilay. Shu yil seni egangga topshiraylik. Toping opa, toping. Har doimgidek kulib yengaman. Ichim esa yig'laydi. Inson ajoyib-da. U mehnat bilan bor mashaqqatlarni yenga oladi. Ko'nglimdagi g'ashlik, qo'rquv kechga borib tarqay boshladi. Oxirgi mijozga xizmat qilar ekanman, charchoqdan oyoqlarim chalishib ketayotganda. Tezroq uyga borgim, yotib dam olgim kelardi. Va nihoyat ish kunim tugadi. Kunlik ish haqimni olib xaltamga joyladim u piyoda yo'lga tushdim. Ijara uyim 20 daqiqalik yo'l. Bahorning salqin, orom baxsh tuni boshlangan. Ammo shahar ko'chalarida hayot qaynaydi. Muhtasham avtolar, son-sanoqsiz chiroqlardan taralayotgan nur shaharda qaynoq hayot hali ham tugamaganini bildirardi. Ko'p qavatli uylar joylashgan mahallamga burlar ekanman. Yam-yashil daraxtlarga burkangan ko'chadan kashtan gulining yaproqlari yog'ilayotganini ko'rdim. Shamol gul barglarini havoda o'ynatar va yerga uloqtirardi. Podyezddan sekin-asta ko'tarila boshladim.
pastki qavatdan qadam tovushi eshitilayotgandek tuyuldi. Ko'nglimdagi bahoriy hislar allaqayoqqa g'oyib bo'lib, o'rnini qo'rquv egallay boshladi. O'z-o'zidan qadamim tezlashdi. Ortimga qarashga qo'rqardim. Sumkamni titkilab, uyimning kalitini topa olmasam, xaltam shaqir-shuqur qilar. Pardoz xaltacham ochilib, atir-upalar sumkamning ichiga sochilib ketgan. Nazarimda to'rvamda mendan boshqa hamma narsa bor edi. Mana topdim. Kalit kichkinagina yon cho'ntak ichiga kirib qolgan ekan. Kalitni amallab chiqarib oldim. Qulf tirqishga joylagan edim hamki, ortimdan ovoz keldi. Kecha meni aldadingiz-a? Dodlab yuboray dedim. Kalitni burashga ham holim yo'q. Dag' titray boshladim. Uning nigohlari qo'rqinchli edi. Men hozir baqiraman, dedim. Lekin ovozim zo'rg'a chiqayotganda. Qo'rqmang, dedi u sokin ovozda. Men sizni anchadan buyon kuzataman. Keyin Akrom chindan ham o'sha podyezdda turar ekan. Sal yengil tortgandim. Ammo hamon yuragim gursillab urar. Qo'rquvdan karaxt bir ahvolga tushgandim. Kiravering uyingizga. Ertaga ishxonangizga o'taman, dedi u. Keyin ortiga o'girilib keta boshladi. Eshikni ochdim u uyga kirib oldim. Ichkaridan qulflab olgancha yerga cho'kka tushdim. Eshikka suyanib, boshimni orqaga tashladim u yig'lab yubordim. Menga shu azoblar kerakmidi? Singillarim qatori erga tegib, bolalarimni bag'rimga olib, erimning kirini yuvib o'tirsam bo'lmasmidi? Qani, kim yordam beradi? Yolg'iz boshimga shu azoblar kerakmi? Keyin o'rnimdan turdim. Endi xona ichida ham qo'rqayotgandim. Oshxonaga chiqib bir piyola suv ichdim. Eski liqildoq kursida o'tirar ekanman, yigitning odamga o'qday qadaladigan nigohlarini eslardim. Mendan nima istaydi o'zi? Endi har kech shunday kutib oladimi? Ishxonangga boraman dedimi? Yo Xudoyim, endi nima qilaman? Bir mehribonim yo'q edi mening. Musofirligim pand berayotganda, yolg'izligim endi bilinayotganda, tong otmay ketdi. Ertalabga yaqin ko'zim ilinibdi. Tush ko'ribman. Kattagina yong'oqzor emish. Yong'oqlar g'arq pishgan. Har qadam bosganimda boshimga shovullab to'kilarkan. Qorong'u yo'llardan ketib borar ekanman, olis-olislarda miltillab chiroq ko'rinardi. Yong'oq yomg'irning og'riqlari bilan chiroqqa qarab yurib borar. Qadamlarim unmas, oyoqlarim ortga tortib ketardi. Keyin kimdir boshimdan yong'oq mevalarni tashlayotgan bo'lsa-ya deb tepaga qaradim u o'qrayib turgan ko'zlarni ko'rdim. Qo'rquvdan dodlab uyg'onib ketdim. Bosinqirabman. O'rnimdan tursam, qora terga tushib ketibman. Yuragimning gursillab urishi qulog'imni teshib yuboray deyapti. Qani bir mehribonim bo'lsa-yu, bir piyola muzdek suv tutsa. Anchagacha o'zimga kela olmay o'tirdim. Tong otib kelardi. Xayriyat. O'rnimdan turib suv ichgan bo'ldim. Onam tushdagi yong'oq tashvish, g'alva bo'ladi der edilar. Ko'nglim g'ash tortdi. Ishga zo'rg'a kirib bordim. Sanobar opa ko'rib baqirib yubordi. Nima bo'ldi Basima? Uchuq toshib ketibdi-ku. Kechagi bola yana keldi, dedim. Keyin yig'lab yubordim. Sanobar opa yelkamdan quchdi. Basima, bu bir belgi. Qishlog'ingga qayt bolam. Xudoyim o'zi seni ogohlantirayapti. Tushimni aytkim kelmadi. Qishloqqa esa sira qaytkim yo'q edi. 12 yilda u yerlarga begona bo'lib ketgandim. Ammo ijara uyimga borishga yuragim bezillab qolganda. Avvallari kech bo'lishini kutardim. Xorigan oyoqlarim, charchagan vujudim dam olishini juda ham istardim. Endi esa qo'rqayotgandim. Ish haqimni oldim u uyimga oshiqdim. Sanobar opa erta ketdi. Qizi tug'ibdi. Qanday baxtli ayol. Oilasi, bola chaqasi bor. Birga dam oladilar. Yakshanba kunlari sayohatga ketadi. Ota-onasi hayot. Bir hafta qizi kelsa, bir hafta o'zi ota-onasini ko'rgani boradi. Har shanba kuni hazillashaman. Bugun qizingiz keladimi yoki uyingizga borasizmi? Har ikki holatda ham opa kulib javob beradi. Ko'zi yonib ketadi. Shu o'ylar bilan eshikdan chiqsam,
kimdir yon tomondan guldasta uzatdi. Oppoq atirgullar. Shundoq yuzimni burdim-u, kechagi yigitni ko'rdim. U kulib turardi. Bu safar qo'rqmadim. Sababi men odamlar orasida edim. Yolg'iz emasdim. Gulni olmadim. Yuzimni burib yurib ketdim. U yo'l xaltasini yelkasiga osgancha ortimdan keldi. "To'xtang, Basima." Ajablanib turib qoldim. Ismimni qayerdan biladi? Ha, ismingizni bilaman. Tug'ilgan qishlog'ingizni ham, yolg'iz ekanligingizni ham, ijarada turishingizni ham. Men hammasini bilaman. Shunda jur'at qilib bir savol berdim. Nega 3 kundan buyon ortimdan kuzatib yuribsiz? 3 kun emas, 1 oy bo'ldi. Uylanmoqchiman sizga. Men turmushga chiqishni istamasam-chi? Istaysiz. Yolg'izlik joningizga tekkan. Kecha qo'rqqandan o'zingizni tashlab yuboray dedingiz. Rahmim kelganidan keta qoldim. U kuldi. Shundagina yuziga yaxshilab qaradim. Yo'q. Juda unaqa qo'rqinchli emas ekan. Hatto kelishgan desa ham bo'ladi. Faqat ko'zlari boshqacha. Ko'nglim g'ash tortdi. Gullarni olasizmi? Oqatir gullarni yaxshi ko'rasiz-ku. Oling endi. U men haqimdagi hamma ma'lumotni bilardi. Guldastaga qo'l uzatdim. Beixtiyor dimog'imga olib bordim. Xushbo'y edi ular. Ifori o'tkir, yoqimli edi. Bu ham sizga. U 2 dona shokolad uzatdi. Uyga birga ketdik. Ismi Yolqin ekan. Ma'nosiga tushunmadim. Otashin degani. Ola u yigitmanda o'zi. O'tman. U o'ziga ishongan, shu bilan birga allaqanday sirli edi. Podyezdga kirmoqchi edi, to'xtatdim. To'g'risi, qo'rqib qoldim. Iltimos, kirmang. 2 kundan beri uxlolmayapman. Keta qoling. Yigit orqasiga tisarila ketdi. Qo'li bilan xayr ishorasini qildi. Qadrdon zinalardan tepaga ko'tarildim. Ko'nglim tinchigan, endi ortimdan kelsa ham qo'rqmasligimni sezib turardim. Guldonim yo'q. 3 litrlik shisha bankaga suv to'ldirib gullarni soldim. Keyin chovgimni to'ldirib gazga qo'ydim. Yarim kecha bo'lsa ham choy damladim. Yigit bergan shirinlikdan birining qog'ozini ochdim. Ichidan 2 dona, ichiga kokos qirindisi solingan konfet chiqdi. Bu o'zim sevgan shokolad edi. Bitta tishladim-u, yutolmay qoldim. Bo'g'zimni yig'i kuydirib kela boshladi. Hiqillab yig'lagancha shokolad yerdim. Yoshim 30 ga yaqinlashib, birinchi marta sovg'a olishim edi. Umrimda ilk bor gul olishim edi. Shu choqqacha hammaga sovg'a ulashibman. Topganimni tashibman. Ammo hech kim menga biror narsa ilinmabdi. Yetim qizdek e'tiborsiz qolibman. E'tibor yaxshi narsa ekan. O'sha kuni kechasi necha marta uyg'onib ketsam, shuncha marta borib gullarni tomosha qilib, hidlab keldim. Tong yotganda ruhimda bir yengillik bor edi. Ishga otlandim. Sanobar opa ishga chiqmabdi. Boshqa yaqin odamim yo'q. Negadir Yolqinni kutayotgandim. Kechagina qo'rqayotgan odamim bittagina gul, bir juft shirinlik bilan o'zini yodga soladigan qilib ketganda. O'sha kuni u kelmadi. Uyga borguncha ortimga qarab bordim. Ertasiga ham kutdim uni. Indiniga esa o'sha kuni mijozlar ko'p bo'ldi. Charchadim. Ko'chaga chiqsam, yomg'ir yog'ayotgan ekan. Yomg'ir po'sh olmagandim. Hech qisi yo'q. Yomg'irda sayr qilishni yaxshi ko'raman. Boshimni ko'tarib, yuzlarimni ob-rahmat suviga tutdim. Muzdek, yoqimli, mayin tomchilar xush yoqa boshladi. Ko'zlarimni yumdim. Bunchalar yoqimli. Birdan yomg'ir tushmay qo'ydi. Ko'zimni ochsam, boshim ustida soyabon turibdi. Shundoq yonginamda esa Yolqin turardi. Assalomu alaykum. Mazza qilayotgan edingiz-a? Oromingizni o'g'irladimmi? Ha, dedim sekin. U chindan ham oromimni o'g'irlagan edi. 2 kundan beri. Yolqin yomg'ir po'shni yopdi. Mana bo'lmasa, ketdikmi? Yuring, kuzatib qo'yaman. Biz ohista yurib ketdik. Yolqin yo'ldan muzqaymoq sotib oldi.
Men yaxshi ko'radigan zarqog'ozli muzqaymoq. Ijara uyimning hovlisida ko'p qavatli uyimizdan ham baland o'sgan azamat chinor bor. Qalin o'sgan shoxlardan, yam-yashil barglardan yomg'ir o'tmayotgan edi. Muzqaymoq yeb ancha turib qoldik. Basima, charchadingiz-a? Bora qoling. Yaxshi dam oling. Aslida sira ayrilgim kelmayotganda. Shu choq chaqmoq chaqdi. Osmon gumburlab ketdi. Hozir yomg'ir quyadi. Uyga kirib ola qoling. Mayli, siz ham yaxshi yetib oling. Yo'lakka kirishim bilan osmon yana bir yorishdi-yu, so'ng shatirlab yomg'ir yog'a boshladi. Chaqmoq. U chaqmoqdek yonib ismidek bir narsa bilan qalbimga kirib kelganda, 30 yoshimda muhabbatning sehrli olamiga kirib qolgandim. Uyga kirishim bilan eshikni qulflab, ayvonga chiqdim. Yomg'ir sharros quyar. Ora-orada chaqmoq chaqib osmon yorishib ketar. U esa yo'q edi. U men haqimda hamma narsani bilardi. Hatto qaysi muzqaymoqni yaxshi ko'rishimgacha. Men esa uning ismidan boshqa hech narsadan xabardor emasdim. 4-qavatdan turib yomg'irni tomosha qilar ekanman, neon chiroqlar yorug'ida raqsga tushayotgan suv tomchilari daraxtlardagi g'uborlarni yuvgani singari ko'nglimdagi 1000 yillik anduhlarni ham tozalab ketayotgandek edi. Qaynoqqina qahva damlab, sevimli joyimga, liqildoq kursimga joylashib olgancha ancha vaqt yomg'irni kuzatib o'tirdim. Uyquga yotar ekanman, deraza ortida tong bo'zarib kelardi. Qishloqdan xabar keldi. 3-singlimni fotiha qilishibdi. 4-singlimga ham sovchilar kelayotganmish. To'yga ataganim bo'lsa, berib yuborar ekanman. Biz Yolqin bilan tengdosh edik. U ham o'zim singari olis qishloqdan omadini izlab kelgan. Mendan farqli ravishda uning o'z uyi bor edi. Shaharning chekka hududidan xarid qilgani o'sha 2 xona uy uchun ham unga turmushga chiqishga rozi edim. Umrim esa o'tib borardi. Kecha sezdim. 18 yoshdagi suratim bilan hozirgi 30 yoshimda ancha farq bor edi. Men qarib borayotgandim. Bu dahshatli haqiqat ham o'zim tanimagan, bilmagan shu odam bilan tezroq oila qurishim lozimligini eslatib turardi. O'sha kuni ishdan chiqishimni kutib turgan Yolqin menga yana guldasta keltirdi. O'zim sevgan oppoq atirgullar. Biz shaharning shovqini tinmagan ko'chalardan ohista yurib ketdik. Basima, taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? Ha, dedim ohista. Noz qiladigan yoshdan o'tgan edim axir. Sovchilar qayerga keladi? Qishloqqami? Shu yergami? Sovchilar kelishi shartmi, Basima? Ko'nglim g'alati bo'ldi. Axir ota-onamga nima deyman? O'zi shundoq ham hamma yigit avval uylanmaganmi deb so'rayapti, dedim ohista. Uylanmaganim aniq, ammo u bir lahza jim qoldi. Keyin bir qarorga keldi chog'i. Ha, mayli, oilangizdagilarni Toshkentga chaqiring. Men ham amakilarimni olib kelaman. Ota-onam olamdan o'tgan. Biz kelishib oldik. Kichikkina to'y qiladigan bo'ldik. Ota-onam bir emas, 3 qizi uzatilayotgani uchun ham sarosimaga tushib qoldi. Buning ustiga endi mendan ularga foyda yo'q edi. Mayli, o'z sepingni o'zing eplasang bo'ldi. Biz amallaymiz. Baxtli bo'lsang bo'ldi, bolam. Yolqinning sovchilari keldi. Non ushatildi. To'y kuni belgilandi. Avval mening, so'ng singillarimning to'yi o'tadigan bo'ldi. Dadam Yolqinni kuyov navkarda ko'rdi. Negadir o'ychan edilar. To'y kuni esa, qizim, kuyovni yaxshilab surishtirmadik-da. Singillaring sinashda odamlarga tushdi. Negadir ko'nglimda sendan xavotir bor, dedi. Keyin boshim egilib qoldi chog'i. Qo'shib qo'ydi. Xudo xohlasa, baxtli bo'lasan, bolam. Men bahori qudrat to'ldirganim Yolqinning 2 xonalik uyiga kelin bo'ldim. Yotoq mebelini kuyovning o'zi oldi. Idish-tovoqlar, ko'rpa-yostiq, choyshab, sochiqlar, 3-4 ta yangi liboslar, bor yo'q kelinlik sepim edi. To'yxona ham asosan biz tomondan kelgan mehmonlar bilan to'ldi. Uyimiz bahavo maskanda joylashgan edi. Baland, ko'rkam daraxtlar, bolalar maydonchasi, har yerga o'rnatilgan xarraklar va ularda ertadan kechgacha o'tiradigan ro'z
tatar kampirlar. Ishimga ancha uzoq. Ammo bitta transport bilan borib kelganim uchun uncha qiynalmasdim. Avtobusga o'tiraman u atrofni tomosha qilib ketaveraman. Qaytishda ham shu. Ba'zan uxlab qolaman. Yolqin nima ish qilishini aytmas. Ba'zan haftalab uydan eshikka chiqmas. Ba'zan haftalab yo'q bo'lib ketardi. So'rasam javob bermas. Qattiq baqirar. Nigohlardan qo'rqardim. Kunim shu taxlit bir xil o'tar. Ro'zg'or ham deyarli o'zimning bo'ynimda edi. Ammo ba'zan uning juda ko'p pulni oldiga to'kib hisoblayotganini ko'rib qolardim. O'zi hech narsa aytmagani uchun men ham indamasdim. Erim juda ham sirli edi. Ba'zida u juda mehribon bo'lib qolar. Ikkimiz shahar ko'chalarini aylanar, yaxshigina yemakxonada ovqatlanardik. Turmush qurganimizga 1 yil bo'layotgan bo'lsa-da, bizda yangilik yo'q edi. Farzand ko'rishni istayotgandim. Yolqin sirlarni aytmasa ham, na oilasi, na o'zi haqida biror ma'lumot aytmasa ham, men o'zimcha baxtli edim. Boshpanam bor va har oy bir umid bor. Ehtimol shu safar bir yangilik bo'lib qolar. Basima, pul kerak, dedi u bir kuni. Nimaga? Tinchlikmi? So'radim shunchaki. So'rasang, yaxshisi bermay qo'ya qol. U jahl qilib arazlab oldi. Shunchaki so'radim. Biroz yiqqanim bor, qishloqqa jo'natsammi deyotgandim. To'g'risini aytdim. Basima, dedi u hamisha meni cho'chitadigan nigohlarni ko'zimga qadab. Endi sening oilang shu, tushundingmi? Ota-onangdan pul talab qilmayapsan. Bo'ldi-da, topganimiz o'rtada bo'lishi kerak. Yaqinda mashina olamiz, uyni kengaytiramiz, keyin bolalarimiz tug'iladi. U boshimni bag'riga bosdi. Birgina shu iltifot uchun ham barcha yiqqan pullarimni olib chiqib berdim. Keyin har kuni pul so'raydigan bo'ldi. U meni shunchalar avrab qo'yardiki, topganimni o'zim qo'shqo'llab topshirardim. Arazlab qolmasa bo'lgani. Keyin esa yo'lkiri uchun ham undan yalinib pul so'rardim. U juda kam kular. Tund qiyofasi sira ochilmas. Ammo pul olgan chog'ida yaxshi odamga aylanib qolardi. Uning 1-2 soatlik xursandchiligi uchun ham jon jahdim bilan harakat qilardim. U haftalab yo'q bo'lib ketgan kunlari shunchalar sog'inar edimki, o'zimni qo'yarga joy topolmasdim. Kelganida esa quvonchdan yuragim hapriqib ketar. Uning uyilgan qovoqlarini ochish, tund chehrasiga tabassum qo'ndirish uchun o'lib-dirilib harakat qilardim. Bu sevgimidi yoki oilamni saqlab qolishga urinishmidi, bilmadim. Mana 3 kun bo'ldi. U yana o'ychan bo'lib qoldi. Yaxshi gapirdim, kuldirmoqchi bo'ldim, sira chiroyi ochilmadi. Ertasi kuni esa menga shunchaki buyruq berdi. Eng zarur kiyimlaringni tayyorlab qo'y. Safarga chiqamiz. Hayron bo'ldim. Qayerga? Qo'shni mamlakatga. Qo'rqma, yaqin. Qozog'istonga borib kelamiz. Men nima qilaman u yerda? U o'sha men qo'rqadigan nigohlarni ko'zlarimga qadadi. Bir umr shu ahvolda yashamaymiz-ku. Pul ishlab kelamiz, tilla olib kelamiz. Qozog'istonning tillasi toza. Buning ustiga biznikidan ancha arzon. Mening qo'limdan kelmaydi. Borasan, dedi u. Keyin sal yumshadi. Birga boramiz. Mayli. Qayerda bo'lsam ham erim bilan birga bo'lsam bo'ldi. U yaxshi hayot va'da qilar. Endi o'zimning ham qo'shni mamlakatni ko'rgim kelayotganda. O'sha kuni ishga erta bordim. Negadir Sanobar opa bilan gaplashkim kelardi. Opa eshikdan kirishi bilan, "Ranging buncha oqarib ketdi, Basima. Sog'liging yo'qmi?" dedi. "Yaxshiman, opa", dedim salom bergach. Keyin birdan yorildim. "Sanobar opa, Qozog'istonga ketyapman." "Nega? Tinchlikmi?" Opaning ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib ketdi. "Erim aylanib kelamiz deyapti. Tilla olib kelar ekanmiz." Mayli-ku, negadir mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Qozog'istondan tilla olib kelib sotgan odamlar haqida hech eshitmagan ekanman. Narxlar bir xil bo'lsa kerak menimcha. Ish kuni tugaganda boshliqdan 10 kunga ruxsat oldim. Sanobar opa bilan xayrlashar ekanman. "Opa, Basima, har ehtimolga qarshi telefon nomerimni eslab qol", dedi. So'ng duo qildi. "Allohning panohida bo'l, qizginam." Yolqinning kayfiyati ko'tarilib qoldi.
Qaytganimizda Mercedes mashina olamiz. Uyni 5 xonalik qilamiz. Uning orzulariga boy nutqi xush yoqardi. Sababi shunday lahzalarda undan qo'rqmay qo'yardim. Ammo men bularning barchasidan ham ko'ra ona bo'lishni ko'proq istayotgandim.